Asablarim taranglashib ketdi. Rashk judayam kuchli tuyg'u. Jismu joningni kuydiradi. Salom, siz yangimisiz? Dedi bug'doy rang, lekin istarali chiroyli qiz. Ha, kecha keldim. Farida opani qarindoshi bo'laman. Ismim Charos dedim. Meniki Nasiba. Tanishganimdan xursandman, dedi qo'llarini men tomonga uzatib. Men ham xursandman, dedim qo'lini siqib. Hamma bilan tanishib oldim. Nasiba bilan yaqin dugona bo'lib oldik. Qolgan qizlarning ismi Nozima, Gulhida, Sayyora va Mahbuba ekan. Shohrux akam uchun to'ydan kechadigan qizning ismi Gulhida. U menga umuman yoqmadi. Albatta yoqmaydi-da. Sevgan insonimni og'zidan boli kelib gapiryapti. Qanday yoqsin? 2 kundan keyin Shohrux akam keldilar. Biz telefonda gaplashganimizda munosabatlarimizni yashirishga kelishib olgandik. Ular kelganlarida menga xuddi endi ko'rib turgandek gapirganda kulgim kelardi. Salom, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Hamma qizlar teng salom berdi. Va alaykum assalom. Men buyurtmalarni olib ketgani kelgandim. Hozir ichkaridan olib chiqamiz. Faqat shu Charosni qo'lidagi shirinlikni idishiga joylasa bo'ldi. Qolgani tayyor. Yur, Nozima, olib chiqamiz, dedi Nasiba. Shohrux akam men tomonga kelib gap boshladi. Salom, siz yangimisiz? Dedilar. Yuzlarim qizardi. Buni sezdim. Terim oppoq bo'lgani uchun bir zumda qizarib ketardim. Qizarganimdanmi, Shohrux akam menga shunaqangi chiroyli tabassum qilib turardi. Atrofni unutishimga oz qoldi. O'zimni o'nglab olib, "Assalomu alaykum. Ha, men" deyishimni bilaman. Ataladan chiqqan suyakdek Gulhidaxon yetib keldi. Shohrux aka, bu qiz Farida opani jiyani. Ko'pi bilan 2 haftaga yordamga kelibdi. Ismi Charos ekan, deb biografiyamni aytib ketdi. Nima, meni tilim yo'qmi yoki sendan so'radimmi ma'lumot ber deb? Ahmoq suyuq. Shohrux akamga qarashlari ham yoqmayapti. Gulhida nima o'zi aytib bera olmaydimi? Shularni men o'zidan so'ragandim. Mayli, ma'lumot uchun rahmat, deya menga qaradi. Tanishganimdan xursandman Charosxon, dedi. Men indamadim. Boshimni silkitib qo'ydim. Mana 1 haftadan buyon shu yerdaman. Shohrux akam 2 yo 3 kunda bir keladilar. Ular kelmagan kunlari boshqa yigitlar kelib olib ketadi. Gulhida kelgan yigitlardan, "Voy, bugun Shohrux akam kelmadimi?" deb so'raganida asab tolalarim o'ynab ketadi. Shohrux akam emas, Shohrux aka deb gapir. Misiga balo bormi? Ichimda doim u bilan janjallashaman. Tashqarida indamayman. Shohrux akamga o'zim aytgandim munosabatlarimizni yashirishimizni. Ammo rashk degan tuyg'u meni ado qilardi. Bir kuni Gulhidani eng yaqin dugonasi Sayyorani Mahbubaga aytayotgan gaplarini eshitib qoldim. "Mahbub, bilasanmi? Kecha ketayotganimizda Shohrux akani ko'rdik." "Ko'rishing tabiiy hol-ku, uyi shu yerda bo'lsa", dedi Mahbuba. Oxirgacha eshit. Shohrux akaga anqayib, Guli oyog'ini qayirib oldi. Keyin bizni Shohrux aka mashinasida tashlab qo'ydi. "Ehtiyot bo'lmaysanmi?" deb Gulini koyib ham qo'ydi. Uni gaplarini eshitib, ichim rashkdan olov bo'lib yondi. O'sha Guli degani o'zi har 2 gapni birida Shohrux akamni qo'shadi. Endi bunisi ortib tushdi. Guli rostdan oyog'ini qayirib oldimikin yoki... Mahbuba yoki so'zini cho'zib aytdi. Ha, rostdan ham Shohrux akamni e'tiborini tortish uchundir hammasi. Shularni o'ylar ekanman, yonimda kimdir barmog'ini shiqillatdi. O'zimga kelib qarasam, Shohrux akam. Suyinib ketdim. Keyin Gulini tashlab qo'ygani esimga tushib, qovog'imni uyib oldim. "Tinchlikmi?" dedi meni qilig'imga tushunmay atrofga qaradi. Hamma o'zi bilan o'zi ovora. Ertalab 5 ta buyurtmachi kelgan ekan. Hamma qiz bittadan mijozga qarayapti. Tushundimki, Shohrux akamga men qarashim kerak. Gulhida hali kelmadi-da, bo'lmasa yoniga yugurib kelgan bo'lardi. "Sizdan xafaman", dedim. "Nega Charosim? Men nima qildim?" dedilar. "Qizlarga taksistlik qilayotgan ekansiz. Yaxshi ish topibsiz", dedim.
Ularga gapirish barobarida shirinliklarni ro'yxatga qarab idishlarga joylayotgandim. Tushunmadim, Charos. Nima deyapsan? Deb menga hayron qarardi. Biz juda past ovozda gaplashayotganimiz uchun hech kim eshitmayotgandi. Kecha Gulhidani uyga tashlab qo'yibsiz-ku, dedim alam bilan. Malikam sal insofli bo'lgan, oyog'i qayrilgani uchun oborib qo'ydim, dedi. Rol o'ynagan u sizni sevadi. Kechgacha Shohruh akamlab jonimga tegadi. Yaxshiyam mashinangiz bor ekan, bo'lmasam ko'tarib olib borarmidingiz, dedim alam bilan. Bu safar ko'zlarim yoshlandi. Charos, bunchalik bo'lma. Rashk deb bitta qizga tuhmat qilma. U meni mahallamni qizi. Ortiq hech narsa emas. Bizni mahallamizni qizlari yigitlar bilan gaplashmaydi. O'zimiz nazorat qilamiz. Unaqa gaplarni gapirma. Ular pok qizlar. Mahallani qizlariga yigitlar ko'z-quloq bo'lib turadi-da. Yana gapirmoqchi edi, men yo'l qo'ymadim. Aytgan gaplaridan dilim og'ridi. Qalbim ozorlandi. Yaxshi, men shunaqa tuhmatchiman, kechirasiz. Mahallangizni qizlaridek xayoliy ham emasman. Bitta yigitni yaxshi ko'rib gaplashib qo'yganman. Mana, zakazlaringiz hammasi tayyor. Endi tezroq keting. Mendek nopoklarni oldida turish sizga yarashmaydi, dedim. Yig'layapman u, ko'z yoshlarim yuzimni yuvyapti. Charos, sen meni tushunmading. Unaqa demoq, yana gapirayotgandi. Men o'zimga tegishli joyni tushunib bo'ldim. Sog' bo'ling, deya uni gapini bo'lib, o'zimnikini gapirib tashqariga yugurib chiqib ketdim. Yig'ladim, to'ygunimcha yig'ladim. Ortimdan kela olmasdi. Birovni uydamiz-ku axir. Tinmay qo'ng'iroq qildi. Olmadim. SMS kelganini bildiruvchi ovoz ham keldi. Ochmadim. Dilim og'ridi. Kechirmayman hech qachon. Men sevib xato qildim. Sevmasligim kerak edi. Ammo bu yurak aqlimga bo'ysunmadi. U tomon talpindi. Uning yigitlar bilan gaplashmagan, pok qizlar degan gaplari miyamda tinmay aylanardi. Yig'lab o'tirsam, Farida opam kirib keldi. Charos, nega yig'layapsan singlim? Dedi mehribonchilik bilan. Opa, uydagilarimni sog'indim, deb yana yig'lab yubordim. Ayta olmadim. Men sevganim tilida nopok ekanman deya olmadim. Uyga ketsam maylimi, deya ko'zlariga qaradim. Singlim, ko'zlaring shishib ketibdi-ku. Bu ahvolda borsang, opamni oldida kim degan odam bo'laman. Hozir yaxshilab dam ol, kechga o'zim tashlab kelaman, dedilar. Men xo'p deya qoldim. Boshim og'rirdi. Vibratsiyada turgan telefonim g'o'ng'illab asabimga tegdi. O'chirib qo'ya qoldim. Ko'p yig'laganimgami, ko'zlarim og'rirdi. Baribir o'zimni yig'dan to'xtata olmadim. Yig'lab uxlab qolibman. Qancha uxladim bilmayman. Tashqariga qarasam, qizlar ketyapti. Yana yig'lagim keldi. Gulhida bir chiroyli bo'lib, hayotdan xursand holda chiqib ketdi. Qachon keldi ekan? Men chiqib ketganimda kelgandir. Kecha Shohruh akasi tashlab qo'yganiga osmonlarda parvoz qilyapti. Men-chi, qon yig'layapman. Alam qilarkan, sevaman degandi. Dugonang meni raqamimdan telefon qilib, bittada olmaydi deganda, o'zini ko'rmasdan senga qiziqib qolganman degandi. Shunaqa qiz bormi deb qiziqqanman degandi. Mahallasida ko'p ekan-ku bunaqa qiz. O'zim ahmoqman. Hammasi gaplashib, o'yin qilish uchun bir bahona ekan xolos. Lekin alam qilyapti. Men ishonardim-ku, o'zimdan ko'p ishonardim. Turdingmi go'zalim? Yur, seni tashlab kelaman. Lekin bitta iltimosim bor. 1-2 kun uyingda dam olib, yana 2 hafta yordamlasha olasanmi? Yangi yil yaqinligiga buyurtmalar ko'paygan. Sen juda chaqqon qizsan. Iltimos ozgina yordam ber. Nima deb javob beray? Men qaytib kelmoqchi emasdim. Lekin Farida opamni xafa qila olmayman. Mayli opam, 2 kundan keyin kelaman, dedim. Farida opam rosa suyundilar. Biz birgalikda kiyinib ko'chaga chiqdik. Ne ko'z bilan ko'rayki, qarshimizda mashinasiga suyangancha zulmat ko'zligim turibdi. Uni ko'rib yana ko'zlarim yoshlandi. Zo'rg'a o'zimni tutib turardim. Keyin Farida opa gap boshladilar. Charos, bizni Shohruhbek tashlab qo'yadi. Qizlarni kuzatib chiqqanimda
Nasiba endi charos ketadimi degandi. Unga taksi chaqirib seni tashlab kelishimni aytgandim. Shohruxbek men tashlab kelaman. Taksini nima qilasizlar dedilar. Nasiba yoningga kirganida boya uxlab qolgan ekansan. Senga kechroq qo'ng'iroq qilarkan, deb bo'lgan gaplarni gapirib berdilar. Xo'p dedimda indamay mashinaga istamaygina chiqdim. Orqaga bir dunyo kafeni narsalari bor ekan. Farida opam oldiga o'tirdilar. Bolalari bugun Oysinikiga ketishgandi. Men Gulxidani, Shohrux akasini orqasiga o'tirdim. Oynadan tashqariga qarab ketar ekanman. Sevgan insonim menga oynadan o'g'rincha qarab qo'yayotganini sezardim. Indamay ketdim. Ular suhbatlashib ketishardi. Farida opa, bu jiyaningiz yana keladimi? Ha, uydagilarini sog'inibdi. Biroz mazasi ham yo'q shekilli, shunga bir kunga ketyapti. Xudo xohlasa yana keladi, dedi Farida opam. Mazasi yo'qmi? Tinchlikmi, nima bo'ldi? Ovozining ohangida xavotir sezilib turardi. Yuzlari ham, ko'zlari ham qizarib ketibdi, dedi. Ertalabdan beri yig'layapti. Yaxshi ham orada uxlab qoldi. Bo'lmasa nima bo'lardi bilmadim. Ko'z yosh ham kelaverar ekan. Kuni bilan yig'lab chiqdi-ya. Terisi oppoq bo'lganligi uchun endi bo'zarib o'tiribdi. Jon kuydirib kechgacha yig'laganimni aytib beryapti. Yana kelib ko'z yoshlarim sababchisiga. Oynadan menga qaradi. Ko'zlarida afsus, aybdorlik bor edi. Yana teskari qarab oldim. Supermarketni yoniga yetganimizda Farida opam oladigan narsam bor, kirib chiqay deb mashinani to'xtatdi. Opa, siz o'tiravering, nimaligini aytsangiz o'zim olib chiqib beraman, dedi shofyorimiz. Yo'q, o'zim kirib chiqaman. Sizga tushuntirguncha o'zim kirib chiqqanim yaxshi. Mashinadan tushib ketdi. Biz mashinada yolg'iz qoldik. Farida opam tushib bizdan sal uzoqlashishi bilan orqasiga qarab gapira ketdi. Nega buncha yig'lading? Hamma narsani o'zingga olaverasanmi? Ertalabdan buyon qancha qo'ng'iroq qilganimni bilasanmi? Ozgina odamni hurmat qilsang bo'lardi. Qo'ng'iroq qilganimni ko'rib, telefoningni butunlay o'chirib qo'yding. Senga qancha SMS yozdim, tushuntirdim. O'qidingmi? Nima bitta mahallamni qizini himoya qilamiz deganimga shunchami? 6 oydan beri seni sevaman. Nima? Sen menga ishonmaysanmi? Gulxida sen o'ylaganchalik yomon qiz emas. Bo'ldi, sabr kosam to'ldi. Ortiq eshitishni xohlamadim. Yetar, bo'ldi, gapirmang menga. Yig'laganimmi? Siz nima dedingiz? Yigitlar bilan gaplashmagan pok qiz dedingiz. Undan ko'ra sen men bilan gaplashding. Pok emassan endi deng. Shunaqa gaplaringizdan keyin qanday siz bilan gaplashaman? Qo'ng'iroqlaringizga javob bermaganimning sababi shu. Gaplashib ertaga nopokdan buzuqqa chiqmay yana meni nopokdek ko'rsatgan odamni hurmat ham qilishim kerakmi? SMSlaringizni bittasini ham o'qimadim. O'sha mahallangizni qizi sizni sevadi. Har kunni yarmini sizni ismingizni aytish bilan o'tkazadi. Tushunyapsizmi? Meni oldimda siz haqingizda gapirib, jag'i tinmaydi. Rashk nima ekanligini bilasizmi? 6 oyda o'zingizga ipsiz bog'lab olganingizni bilarmidingiz? Siz bilmaysiz. Meni rashk ado qilayotganini bilmaysiz, ko'rmaysiz. O'sha mahallangizni yaxshi qizi Gulxida sizni sevadi. Men hali uni yomon demadim. Men sizni sevadi deb rashk qildim, tushunyapsizmi? Rashk qildim. O'sha rashk qanaqa ekanligini siz bilmaysiz. Sizni sevgilingizni yoningizda boshqa yigit maqtab tursa, o'shanda tushunasiz rashk nima ekanini. Yoningizda mahallamni yigiti bu deb o'ziga befarq bo'lmagan yigitga kulib gapirganda bilasiz rashk nima ekanini. U indamay eshitardi. Men ichimdagi gaplarimni aytib tashladim. Siz bilan gaplashganim aybim ekan. Gaplashmagan qizlar pok ekan. Mahallangizni qiziga ko'z quloq bo'lib yurar ekansiz. Nega? Nega o'zingiz boshqa mahallani qizini yo'ldan urdingiz? Nega sevaman deb aldadingiz? Qaydan keldi buncha gap bilmayman. O'zimni to'xtata olmasdim. Agar Farida opam kelib qolmaganida yana nimalar derdim bilmayman. Lekin gaplarim nishonga tegdi. Buni sababi meni o'ziga ipsiz bog'lab olgan insonim jim edi. Bir so'z deya olmadi. Shuncha gapni gapirayotganimda aytishga bir so'z topolmadi. Faqat jimgina eshitdi. Yo'l bo'yi indamay ketdik.
Farida opam buyurtmachilari bilan gaplashib ketardi. Men esa o'z xayollarim bilan sezardim. Shohrux akam oynadan menga qarab ketardi. Menga bir dunyo gapi bor-ku, Farida opamni oldida gapira olmayapti. Menga nima, balki gapi ham yo'qdir. Men xom xayol surayotgandirman. Uyga yetib keldik. Narsalarimni olib, uni yuziga ham qaramasdan mashinadan tushdim. Farida opam Shohrux akamga kutib turing, tezda chiqaman deb men bilan kirib ketdi. Uydagilarim bilan yig'lab ko'rishdim. Sog'inganimda Farida opam onamdan 2 kundan keyin yana borishimni iltimos qilib, ruxsat olib ketdi. Hammamiz birgalikda kechlik qildik. Anchagacha suhbatlashib o'tirdik. Xonamizga kirdim. Singlim bugun dugonasinikida qolibdi. Yolg'izlikda yana yig'ladim. Telefonimni yoqmadim. Yig'lab yana uxlab qoldim. Tongda turib hamma bilan nonushta qildim. Hamma ketdi. Yolg'iz qoldim. Xayol surib o'tirsam, eshik qo'ng'irog'i chalindi. Kim ekan deya borib ochsam, o'zimning qiyomatli dugonam Guli ekan. Eshikdan kirmasidan noli ketdi. Shunaqayam dugona bo'ladimi? Yana qiyomatligim emish. Ko'rdik qadrimizni. 10 kun yo'q bo'lib ketar ekanda, kelganini boshqalardan eshitarkanman. Xafa bo'ldim sendan, deya ko'zlari yoshlandi. Axir seni sog'ingandim-ku, deb yig'lab yubordi. Men ham yig'ladim. Bir-birimizni quchib ancha yig'ladik. Keyin, kechir dugonajon, yur ichkariga kiramiz. O'sha yerda gaplashamiz, deya uyga olib kirdim. Charosim, rosa yig'labsan-a Shirinim, dedi meni bag'riga bosib. Ha, yig'ladim. Telefonim o'chiq. Shunga senga xabar bera olmadim. Kechir, dedim aybdorona. Hech qisi yo'q, xafamasman. Nima gaplar o'zingda? Yoqib qoldimi deyman ish. Yo'q bo'lib ketding. To'g'ri, telefonda gaplashamiz. Baribir o'zingni sog'inaman-da. Haya, nega telefoning o'chiq? Shohrux akang jonimga tegdi. Gaplashishim kerak. Charos bilan gaplashtiring. Telefoni o'chiq, xavotir olyapman. Shunga o'xshash gaplari bilan miyamni aynitib tashladi. Meni nima qilarkin? Meni u bilan ishim yo'q. Yana telefon qilsa aytib qo'y. O'libdi Charos siz uchun degin, dedim. Nima gap? O'zi tushuntirib gapir. Undan so'rasam, xafa qilib qo'ydimdan nariga o'tmadi. Yana kamiga ertalab soat 5 da telefon qildi. Charosnikiga qachon borasiz deb. 5 qishni kunida zulmat-ku. Tasavvur qil, soat 5 da ko'chada hech kim yo'q, men seni uyingga kelar ekanman. Xullas, o'zing ayt, nima bo'ldi? Guliga hammasini aytib berdim. Menga eng alam qilgani yigitlar bilan gaplashmagan, pok qiz degani edi. Dilim og'ridi. O'zimasmi, bir oy ortimdan yurgan. O'zimasmi, sevib qolishimga sabab bo'lgan. Shularni aytib yig'lar ekanman, Guli menga achindi. Har xil so'zlar bilan ko'nglimni olishga urindi. Shu payt unga yana Shohrux akam telefon qildilar. Men olma desam, qarab tursin, bir boplayman deb telefonni olib gromkaga qo'ydi. Alo, eshitaman. Guli, bordingizmi? Ha, keldim. Charoslarni uydaman hozir, dedi Guli. Yaxshimi? Telefonni unga bering, bitta ovozini eshitay. Siz bilan gaplashishni xohlamayapti. Keyin yaxshigina yig'latibsiz dugonammi? O'sha mahallangizni qizlari yaxshi, pok bo'lsa, o'shalardan birontasini topib olavering. Charos endi sizni kechirmaydi. Siz uchun o'lgan ekan. Unutishingizni xohlayapti. Uni bezovta qilmas ekansiz. Guli shu gaplarni aytganidan keyin avval chuqur tortdi. Keyin gap boshladi. Bilaman, xato gapirib uni dilini og'ritdim. Uni xafa qildim. Men u ma'noda aytmagandim. Noto'g'ri tushundi. Men kimni sevishimni sizlardan so'ramayman. Meni yolg'iz sevganim Charos, boshqa hech kim emas. Siz aytayotgan mahallamni qizlarini shunchaki singil sifatida ko'raman, undan ortiq emas. Meni yuragim Charosni tanlagan, unutishni istamaydi. Siz singildek ko'rgan o'sha qizlardan biri sizni akadek ko'rmas ekanda. Charos ko'nglini sindirdingiz. Unga alam qilgan gapingizni mag'zini chaqib ko'ring. Sizdan avval hech kim bilan gaplashmagandi. Sizga ko'ngil qo'ydi, shu aybi. Uni haqoratlagandan battar qilibsiz-ku. Gaplashmang endi. Gaplashmagan qizlar pok bo'lsa. Guli, siz bilan xafalashganim yo'q. Charosga aytib qo'ying, telefonini yoqsin,
gaplashib olishimiz kerak. Unda muhim gapim bor. To'g'ri, men noto'g'ri gapirib, dilini og'ritdim. Hammasini o'rniga qaytaraman. Shunga harakat qilaman. Endi kech, singan ko'ngil sinib bo'ldi. O'zi xohlaganida telefonini yoqadi. Xohlasa siz bilan gaplashadi. Men qo'limdan kelgancha sizga yordam berdim. Ammo men charos tarafman. Sizdan ancha ustun men uchun. U o'ziga kelib olish kerak. Yig'layverganidan charos ko'zlari yumilib, karslarni ko'zidek bo'lib qopti. Hammasiga siz sababchisiz, faqat siz, dedi Guli. Aybdorman, bilaman. Meni kechirsin, aytib qo'ying. Men faqat uni sevaman. O'ziga kelishini kutaman. Unga aytib qo'ying. O'sha Gulhida rostdan meni yaxshi ko'rsa, unga qaytib gapirmayman. Menga 10 ta Gulhidadan o'zimni bitta charosim afzal. Keyin uni sog'indim. Shuni ham aytib qo'ying, deya telefonini o'chirdi. Gaplaridan yig'lashimni ham, kulishimni ham bilmasdim. O'ylab qoldim. Tezda kechirib, aldanib qolishni xohlamayman. Vaqt ko'rsatadi hammasini. Farida opamnikiga borguncha u bilan gaplashmayman. Borganda ko'ramiz, o'zini qanday tutarkin. Guli bilan ancha dardlashib, suhbatlashdik. Kechga yaqin uyiga ketdi. Men taom tayyorlab, yaqinlarimni kutib oldim. Singlim ham keldi. Mazza qilib u bilan gaplashdik. Telefonimni yoqmadim. Ertasi kuni oyim, bugun ketasanmi, ertagami dedilar. Men ertaga ertalab ketishimni aytib, ishlarimni qilib yurdim.